أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatlik o'quvchilar, aziz saboqdoshlar, bugun dersimizning 7-chi qismisi, ya'ni Fiqhul Avlaviyat degan kitobimizning 7-chi qismisidagi avlaviyat masalalarini tushunish oldida turibmiz. 7-chisi al-avlaviyatu fi majalil ma'murat. Buyruqlar, ya'ni ma'mur degan buyurilgan ishlar demakdir. İlahi buyruqlar sohasidagi birinchi qitim qiladigan, oldin qatorida qo'yadigan, ahamiyat beradigan muhim ishlar degan bu sohada biz to'xtalib o'tmoqchi. Buyruqlarning hammasi o'xshash bo'lmaydiganligi hammamizga ma'lum. Bu buyruqlarning keskin dalillar bilan dalilning kelishi ham keskin, dalolat qilishi ham keskin, qat'iy dalillar bilan o'ttirib chiqqan masalalar bor va ba'zida Allah subhanahu va taoloning bizga o keskin dalillar bilan emas, ama bizden talep qilgan, qilsak fazilat bo'ladigan, yaxshi bo'ladigan, darajasi ustun bo'ladigan, ama qilmasak gunohkor bo'lmaydigan buyruqlar bor. Shuning uchun buyruq sohasida ulamolar buyruqni 5 bo'lib, farz, vacib, sünnet, mustahab degan yagichilik buni bo'lgan. Farz, vacib, sünnet, mustahab, mubah degan yagichilik bu buyruqlarni bo'lgan. Shuning uchun bu ilahi buyruqlar sohasida qaysining oldida qo'yishimiz, qaysidan bakroq ahamiyat berishimiz ayta muhim bo'lgan ishlar. Avlaviyatul usul alal furu'. Birinchi dinda usul, ya'ni asosiy masalalar, negizlik masalalar, ya'ni birisi shoxchi masalalar, tarmoq masalalar deb ikkiga bo'lamiz. Bu bo'lish salaflardan kelgan. Usul masalaları çukum, furuq meselelerden, asasi meseleler, tarmoq meselelerden burun ehmiyet verildi, aldın qo'yildi, qo'yildi ve usul meselelerine furuq meselelerden bakroq ko'ngil berildi. Usul meselelerini, yani asasi meselelerini to'liq, mükemmel hal qilib bo'lgandan keyin bu meselelerge birishki tegishlik ahamiyatlar berilib bo'lgandan keyin ve usul meselelerini ummet qurilishida tuttirib bo'lgandan keyin bu meselelerge kirildi. Avvalu ma yanbaghi al-ihtimamu bih fi majal al-ma'murat ash-shar'iyya huwa taqdim al-usul ala al-furu'. Şer'i buyruqlar sohasida ahamiyat berishga tegishli ishning birinchisi o asosiy masalalarni tarmoq, qo'shimcha masalalarga ilgari qilish va uning oldida qo'yish. Mana bu şer'i buyruqlar sohasidagi birinchi ish. Ve na'ni bi taqdim al-usul, asosiy masalalarni oldingi o'rinda qo'yish
ve onunğa ehmiyet veriş degenden halaydıgınımız takdimu ma yettesilu bil imani billahi ta'ala ve tevhidi. Allah subhanahu ve ta'alaga alaqadar ve onun tevhidiga alaqadar, Allah'ın malaikileriga, kitaplarıga, peygamberleriga, ahiret günüsüge alaqadar bolgan işlerini ilgili kılış demektir. Demek, endi usul meselesi birinciden tevhid meselesidir. Yani Allah'ın varlığı meselesi, Allah Teala'nın kainatını yaratıcısı ikenlik meselesi, Allah Teala'nın kainatını mutlak başkurgucusu meselesi ikenlik, Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatları, Allah Teala'nın ef'alleri meselesi ve Allah Subhanahu ve Teala'nın dirilik meselesi, yani Allah Teala'nın şeriki yok mesele. Bu meselelerle alakalı ilim, bu çokun birinci orunda koyulur. Ve en aldığınızı Katar'da ehemmiyet verişlik tegişlik meseleler. Aldı bilen emelle, o emel kandak emel bulak kessin, o doğru boğan iman, sağlam boğan itikat üstüge kurulmasa, o emel Allah'ın aldı kabul olmaydı. O bir kabul yaptırdı. Çünkü Allah وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا degan bu sözüde bunu bu emellerinin çan tuzanğa aydınıp getirdiğinliği. Allah'ın adında nurgun emellerini, aferimiz, yaxşı emellerden. Ama o emel çan tuzanğa aydınıp getirdiğinliğini bizge bayan kıldı. Sebebi nime? O emel sağlam akide, doğru boğan iman üstüge kurulmagan boğanlıktır. Şuna en aldı bilen ehmiyet verişlik tegişlik ve aldınki urundu koyuşlik tegişlik iş, bu Allah'a işiniş ve onu yalgızlaşka alakadar boğan mesele. Bu malaikelerge, kitaplığa, peygamberliğe, ahiret günüsüge işiniş meselesi imanın yıldızı meselesi. Ya ki imanın hulu meselesi. Erkan meselesi. Bunu erkanul iman dep koyumuz. Bir öynün ki tört tügürükü boğunu dek bu imanın tügürükleri, alt tügürükleri. Bunu Kur'an-ı Kerim bayan kıldı. Allah deydi o leysel birre en tuvallu vucuhakum kibalel meşriki vel maghrib velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahir vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyin. Bunu bu ayette sizler yüzünlerini şerq ve garip tarafga o'rganlikinglar yaxshilik emas. Qaysi tarafdan bizga manfaat kelaki, qaysi tarafdan bizga chiqish yo'li qolaki, qaysi tarafdan mashriq tarafdan mu, mag'rib tarafdan mu, bu hamda mana bu insonninki qalbini Allohning boshqasiga bog'liganlik va dunyodagi qanday kuch bo'lsin yo qanday bir narsa bo'lsin, inson shu tarafga umid ko'zi bilan talpinib qaraganlikni Allah deydi. Buning da yaxshilik yo'q. Lekin Allohga ishongan, oxirat kunisiga ishongan, malaikalarga, kitoblarga va payg'ambarlarga ishongan kishining yaxshiligi yo'q. Haqiqiy yaxshilikka erishmoqchi bo'lsanglar va yaxshilikka yetmoqchi bo'lsanglar, bu yaxshilikka yetish, Allohga ishonish, oxirat kunisiga ishonishlar deb Alloh taolo mana bu yerda erkanul imanni yoki usulul imanni bayon qiladi. Yani Allah Teala amener Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Peygamber özüge Rabbi tarafından çüğüzülüngen vahiga kitapka işendi, mu'minlamu işendi de bu yerde mu'minlarını peygamberge imanda bağlıdır. Şarttır. Hemmisi peygamber, mu'minler her biri Allah'a, malaikelerine, kitaplarına, peygamberlerine işendi. Peygamberlerden hiçbirisini ayrı etmeyimiz. Birgi içini birgi işenmeydiğen. Birinin risaletini kabul kılıp, birinin risaletini kabul kılmaydiğen.
xuddi Yahud va Nasaralar kabi iymon etmaymiz. Haqiqiy mu'minlarning iymonini aytamiz. Va ular sami'na va ata'na. Biz Allohning so'zini anladik va uning bo'ysundik dedi. Ufranaka Rabbana, sening kechirim qilishingni so'raymiz ey Parvardigorimiz, sening tarafingdan qaytish. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo iymonning usulul iymonni yoki usulud dinni bayon qiladi. Billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Alloh taolo yana va man yakfur billah, Allohga, malaiklarga, kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga kofir bo'lgan kishi haqiqatdan bak yiroq ezib ketdi deb bayon qiladi. Demak, mana bu oyatlarga qarasak, Alloh subhanahu va taolo usul bilan furuqni bizga, ya'ni tarmoq masalalarni, shaxsiy masalalarni bayon qiladi. Unda bo'lgan chog'da bir mo'minning iymonining natija berishimi dal o iymonning usul asosiy masalalarga ahamiyat berganligida va uningda pishib yetilganligida va u usuliy masalalarni haqiqiy tushunib, va uningga qalbida shak bo'lmagan holatida jazm qilishiga bog'liq masalalar. Shu oldi bilan Allohga bo'lgan iymon masalasi va Allohga bo'lgan Allohning borligi, birligi, qudrati, ilmi, anglaydiganligi, ko'radiganligi, Allah yaratadiganligi, igdorchilik qiladiganligi, tirildirdiganligi, o'ltirdiganligidan iborat Alloh subhanahu va taoloninki nurg'ulg'an sifatlar bor. Bu Alloh taoloninki sifat masalasi, af'al masalasi, Alloh subhanahu va taoloning vücudu zati meselesi, bu usul mesele. Yani dinin yıldızı ve asası meseleler. Bu meseleler, risalet meselesi, vahiyinin gelişi, Allah Teala'nın insandan peygamber evetişi, bu risalet meselesi, ahiret kılıçkı meselesi, yani ahiret kılıçkı cennetin buluşu, devzakın buluşu, hisap iliniş, sual sorak kılınış, emel defterlerinin o sol tarafın birleşi, qatorliq masalalar, Alloh taoloninki kitoblari, tushagan kitoblari masalasi, payg'ambar malaika masalalari, malaikalarning xoliqi, va ularning Alloh subhanahu va taologa qulchilik qiladiganligi, nurg'un amallarni ularninki ijro qilayotganligi, mana bu masalalar hammasi usul masalalar. Bu masalalarni şahçı meselelerden burun koyuşumuz ve onunla yaxşı ehmiyet verişimiz ve bu sahada çokum talebki layık halda ada kılışımız lazım. Ve innema lem tezkurul ayatul iman, ayetler yukarıdaki usulü dinle bayan kılgan ayetler kaza ve kaderge işinişini akidenin asasi prensiplerinin katli kılgı amede. Kaza ve kaderge işiniş meselesine bunu ayrım demedi. Bazı kitaplar karısak kaza ve kader meselesine vel kadru hayrihi ve şerrihi de ba, kaza ve kaderinin yakşı yamırgı işiniş de ba. Ama bu ayet diyor, çünkü kaza ve kader meselesine işiniş Allah subhanahu ve ta'ala'nın işinişinin mezmunuydu da. Allah'ın işinişinin mezmunuydu da. Çünkü kaza ve kader işiniş ilahi mükemmellikinin talebi işengellik. İlahi mükemmellikinin talebi işengellik. Ve Allah'ın ilminin hemmini öz içine alıdığanlığı, iradesinin umum işenliği, kudretininki mutlak cari bulunduğanlığı, yürgüzülüdüğanlığa işiniştinki talep takazası o kaza ve kadar yetişiriz. Şunda boğaçka Allah'ın işiniştin işçiye o kaza ve kadar yetişiriz, o hemmesi kirip getir.
her bir narsani Alloh taoloninki yaratadiganligi, her bir narsaninki o'lchamini Alloh taolo bekitadiganligi, Alloh taolo xohlasa her narsaning bo'ladiganligi, xohlamasa bo'lmaydiganligi, bir insonninki dunyoga kelish, dunyodan ketish va dunyoda nima ish qilishlardan boshlab hamma narsa vujudullohga aloqador masala. Qazo va qadarni ayrim bir tiymi shaklida o'tirib qo'ygisi bu shuning uchun kirib ketadi. Shunga Qur'oni Karim bu masalani bu yerda ayrim tilga olmagan. Wal aqidatu hiya al-aslu wa at-tashri'u far'un minhu. Aqida o asas. Teşri o tarmak meselesi. Yani İslam'daki şu akide meselesi, o akide meselesi yukarı degenim gibi okşugan iman meseleleri, bu asasi meseleler. Ve onundaki amel meseleleri, ibadet meseleleri, ahlak meseleleri, teşri' meselesi hepsi onun tarmakı, onun şartçısı, şunun üstüne kuruludur. İman o asli, amel onun tarmakı. Biz amelning imanға bo'lgan aloqasi masalasida ahli kalamlarning munozarasiga kirishni xohlamaymiz. İmanning bir qismisimi yoki imanning natijasi mevasimi? Amel imanning bo'lish bo'lmasligining shartimi yoki imanning mukammalligining dalilimi? Bu haqda munozaraga biz kirmaymiz. Bu haqda ilmul kalamda amel iman bilan qanday bog'lanadi? Amel bilan imanning o'rtasidagi munosabat nima? Amel imanmi, emasmi? Amel imanning ichiga kiramdi, kirmamdi? Mutlaq amel bo'lmasimi, iman bo'lamdi, bo'lmamdi? Yani imanning bo'lish bo'lmasligiga qanday munosabat bor? Yoki amel bo'lmasimi, iman bo'ladi, ammo mukammal bo'lmamdi degan bu xil munozaralar haqida ilmul kalamda keng o'rin olgan. Şunu biz bu haqda bu mücadelaga kirmaymiz. Haqiqiy iman amelni, yani amelni natija berishi lozim. İmanning urunlashganligi va uning mustahkam bo'lganligi miqdori bilan amel bo'ladi. İlahi buyruqlarni qilish yoki ilohiy cheklamalardan yenishdan iborat amel bo'ladi. İman qancha mustahkam urunlashsa, iman qancha qalbda cho'ksa, yıldız qarsa ve iman haqiqiy o'zining nurini qalbga tashlasa, o vaqtda amel shuningdek bo'ladi. To'g'ri iman ustiga qurilmagan amalning Allah subhanahu wa ta'ala'nın oldida vazni yo'q. Onun itibari yo'q, qimmati yo'q. Bu to'g'ri iman ustiga qurilmagan amal, buni Qur'oni Karim tasvirlab bergandek bo'ladi. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'inda fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Bunda kafirlarning qilgan amali, to'g'ri iman, to'g'ri e'tiqod ustiga qurilmagan insonlarning qilgan amali jangaldagi shayton sudibga o'xshaydi. Buni ussiz kishilar su deb o'ylaydi. Uning qishig'i kelgan vaqtda u ussiz kishi uni hech narsa topmaydi. Xuddi bir yiroqdan ko'rsa suvga o'xshash qilayotgan, ammo qishig'i kelsa bu hech narsa emas. Shuningdek, to'g'ri iman, to'g'ri e'tiqod ustiga qurilmagan amal qaramoqda shuncha katta amal, ko'p amal. O amalni qilaman deb egasi nurg'un jafolarni tortig'li.
nurgun bedellerini tüleglik, nurgun riyazetlerini çekiglik. Ama bu amel, ilgisi o amelin menfaatlenelemdi, ilgisi o amelin faydası bulamdı, dese onun menfaati bulmaydı. Xuddi şu saydı ki, yoki çöldeki şeytanın suydaki o'xshagan ko'rinishdagi suv kabi bu xil ko'rinish uning ichi ya'ni tashnaligini qanday deb basa bu hech narsa bo'lmaganidek o amalning egisi amalga intayin muhtoj vaqtda uning manfaatini ko'radigan vaqtda u hech narsa bo'lmaydi. Ve vecedallahu indahu o kişi Allah subhanahu ve ta'ala'nı özünün aldığını tabidu. Allah onunla hesabını tuluk ve mükemmel kıldırdı. Allah Teala hesabını tiz alıdı. Bunda uzun ketmeydi. Ya ki bu amellerinin hesabını bulanmay, amellerini hesabını kılıçtın herip kılıp hesapsız kap alamı ya ki hesaplı düşmeydiğen bu kalamı dep ensirmesek oladı. Demek bunun neticesini Kur'an-ı Kerim bizge körüsüp verdi ve bayan verdi. Şonlaşka aldı bilen o doğru boğan itiqad, sağlam boğan amel, iman üstüge kurulmagan amellerge işenmeslik, işence kılmaslık lazım. Ve onunla yülenmeslik lazım. لهذا كان الأمر الأحق بالتقديم والأولى بالعناية من غيره هو تصحيح العقيدة وتجريد التوحيد ومطاردة الشرك والخرافة وتعميق بذور الإيمان في القلوب حتى تؤتي أكلها بإذن ربها. Şu cehdeden aldırı koyuşka tigişlik ve kömül bilişke evla boğan, layık boğan iş o akidini toğurlaş, tevhidni şirik ve hurafatlarını saplaştırış, şirik ve hurafatın yirak buluş, imanın yıldızlarını kalplerde çoğunkur urullaştırış, bu ehmiyet bilişki tigişlik ve aldın koyunu koyuşka tigişlik iş oldu. Çünkü bu iman özünün meyvesini Rabbinin izni bilen görüş üçün ve La ilahe illallah'tan ibaret tevhid kelimesi kişilerin köngülde hakiki bir nesige aylanish, hayatta nurga aylanish üçün. Bu nur küfrünün karanlıklarını, ameli iş hareketinin karanlıklarını paçaklap taşlaydigan bir nurga aylanish. Şunun için qanday bir şahs ya aile ya bir evlat bir maqsadga yetmoqchi bo'ladi ekan. Bir ishni niyat qilgan bo'lsa, eng oldi bilan shu ishga qarshi bo'lgan tushuncha, shu aşk bo'lgan qarshi bo'lgan tunish hammani uning egisidan to'liq o'tkazishi lozim va buningga oldi bilan yaxshi tarbiya ishlashi lozim. Şu meseleni onun idisinden hakiki hal kılgan vakta, idisinden onu tuluq ötkazgan çağda o ameli natija beradi, ko'zlagan nishonga yeta oladi. Hani bizning xalqimizmi dal mushu sohada, aqida sohasida, iymon sohasida, usuluddin sohasida tuluq bir tushunchaga ega, haqiqiy ilmga ega bo'lib bo'lishdan burun shirk, xurofatdan ayrilish, iymonning qalblarga cho'nqur yildiz tortishdan burun amallarga ahamiyat berib, amallarga esilib, amallarni qilishning davosini qilib, natijada azroq besim kelgan, sinoq kelgan, azroq uning ustiga bu iymonning ochiq ta'mi kep qolgan vaqtda buni o'ziga singdirolmagan, ya'ni lazzat bilib singdirolmagan ahvollar bo'ldi. Muhaqqiq İbn Qayyum bunda deydi. La ilahe illallah'ның nurları bundan ibaret çang tuzanlığını ve onun bulutlarını şu nurun aciz buluş
veya kuchlik bo'lish miqdori bilan pachaqlab tashlaydi. Agar bu iymonning nuri qalbda haqiqatan mustahkam ekan, cho'nqur ekan, nuri kuchli bo'lgan, qalbda gunoh ma'siyatning bulutlarini va uning chang'izlarini pachaqlab tashlaydi. Natijada qalbda gunoh ma'siyatga o'rin qolmaydi. Qalb gunoh ma'siyat bilan bulg'anmaydi, qordab ketmaydi. Gunoh ma'siyat bilan u qalb kulab ketmaydi. Falaha nur, o la ilaha illallohning nuri bor. La ilaha illalloh ahlining shuningda farqli bo'lishi, kuchlik va ojiz bo'lish jihatda buni Alloh subhanahu va taolodan istisno qiladi. Kimning qalbida la ilaha illallohning nuri kuchlik, kimning qalbida la ilaha illallohning nuri ojiz, buni Alloh biladi. Ammo shu qalbdagi iymonning nurining kuchlik va ojiz bo'lishi, iymonning nurining qalbning qanchalik yerlarini egallagan va egallamagan bo'lishi bilan o insonning amali, harakati, hayoti ashu la ilaha illallohga bog'lanish va bog'bonlarga shakllanadi. Odamlardan ba'zanlar bu kalimaning nuri uning qalbida quyoshga o'xshash. Xuddi quyosh chiqqan vaqtda oyning nuri, yulduzning nuri va boshqa har narsaning nuri o'chib ketganiga o'xshash iymonning nuri qalbini butun egallagan. Natijada unda qalbda kufr, shirk, gunoh, ma'siyat, xurofot, har qanday bir zulmat qorong'ulik butunlay tugaydi, yuriydi. O insonlardan ba'zanlar o kalimaning nuri uning qalbida nurli yulduzga o'xshaydiganlar bor. Ulardan ba'zanlar o kalimaning nuri qalbida katta mash'alga o'xshaydiganlar bor. Yana birisi bor nurli chiroqqa o'xshash. Yana birisi bor ojiz chiroqqa o'xshash. Dal mushu kalimaning uning qalbidagi o'rni va yuritgan doirasi bilan uning qalbida bo'ladigan gunoh ma'siyatlar shunday farqlanadi. Bu shuning uchun qiyomat kunida nurlar ularning o'ng tarafi va ularning oldi tarafidan mushu bo'yicha oshkora bo'ladi. Ya'ni ularning qalblaridagi bu kalimaning bilish, amal qilish, tushunish jihatga nuri bo'yicha bo'ladi. Qanchalik bu kalimani bilgan bo'lsa va u bilganiga amal qilgan bo'lsa, tushungan bo'lsa, amaliyatiga tatbiq qilgan bo'lsa, shunchalik uning qiyomat kunida nuri kuchli, nuri ta'siri cho'ng bo'ladi. Har qachon bu kalimaning nuri cho'ng, kuchli bo'lsa, o nur kuchli va qattiq bo'lish e'tibori bilan gunoh ma'siyatning shubhalarini va nafsi havoning shahvatlarini ko'chirib tashlaydi. Hatto u nur ba'zida shunday bir holat yetibki, u kalima bilan shubha va shahvat va gunoh hech qasdi uchrashmaydi, faqat uni ko'chirib tashlaydi. Mana bu tavhidida sodiq, Allohga hech narsa shirik keltirmagan kishining ahvoli bu. Ana buni tunugan, buni bilgan kishi Payg'ambar alayhisolatu vasallamning innalloha harrama alan nar man qala la ilaha illalloh. Alloh subhanahu va taolo do'zaxga la ilaha illalloh degan kishini harom qildi. La ilaha illalloh degan shuning bilan Allohning roziligini talab qilib degan kishini do'zax harom qildi degan so'zini va Payg'ambar alayhisolamning la ilaha illalloh degan kishi jannatga do'zaxga kirmaydi degan so'zini buni bilalaydi. Buni ma'nosi bilalaydi. Va bu qismdagi nurg'un odamlarga qiyin, tushunish qiyin, bilish qiyin bo'lgan hadislarning ma'nosini bilalaydi. Natija hattoki bu bir qism odamlar bu hadislarni ba'zanlar mazkur deb o'yladi. Uni ba'zanlar buyruq, nahiy kelishdan burun shariat muqimlashdan burun deyilgan deb o'yladi. Uni ba'zanlar mushrik kofirlarning o'tiga yukladi. Ba'zanlar do'zaxda mangu qilish bilan ta'vil qilib bunda dedi, ma'nosi u do'zaxda mangu kirmaydi degan bo'ladi va shuning o'xshagan
nurg'unlagan, yaman ko'riladigan ta'villar bor. Bunda ta'villarni qilgan kishilarga bu hadis mushkul bo'lmaydi. O'sha payg'ambarimiz la ilaha illalloh degan kishi do'zaxga kirmaydi yoki la ilaha illalloh degan kishini Alloh taolo do'zaxga harom qildi degan bu hadisning ma'nosi nima desa, bu la ilaha illallohni bilib, tushunib degan va uni amaliy hayotida tatbiqlab yashagan kishining qalbida gunoh, ma'siyatga o'rin qolmaydi. Bid'at, xurofotga o'rin qolmaydi. Kufr va shirkka o'rin qolmaydi. Hatto bu kalimaning nuri uning qalbidagi barcha gunoh, ma'siyat, xurofot, shirkningki chang tuzonlarini, tumanlarini, bulutlarini va uningki qoldiqlarini qalbdan ko'ydirib, tozalab chiqaradida o qalb faqat shu iymonga xolis bo'lib qoladi. O qalbning nuri qalbni butunlay egallaydi. Natijada o qalb Alloh taolo qul bo'ladigan bo'ladi. O qalbda gunoh, ma'siyat, o qalbning egalari gunoh, ma'siyat bilan shug'ullanadigan ish bo'lmaydi deydi. Mana buning bilan la ilaha illalloh degan kishi jannatga kiradi degan bo'ladi. Shori Payg'ambar alayhissalatu vassalam buni tilda la ilaha illalloh deyish bilan erishkili bo'ladigan qilmadi. Haqiqatan bu la ilaha illallohni tilda deyish bilan bundaq martabalarga erishish islom dinidan ochiq bilingan ma'lumotning xilofi bu. La ilaha illalloh islom dinini biladigan, islomni to'liq taniydigan, yaxshi tushunadigan kishi la ilaha illalloh deb qo'yish bilan jannatga kiradigan yoki la ilaha illallohni deb qo'yish bilan do'zaxga kirmaydigan va kirish harom bo'ladigan ish emas. Chunki qalbning so'zi bo'lish lozim, tilning so'zi bo'lish lozim. Qalbning so'zi nima? Qalbning so'zi uni tunishni o'tsig'aladi. Va qavlul qalb, qalbning so'zi la ilaha illallohni tunish, uningda tasdiqlash. La ilaha illalloh o'zchigan nafi, Allohning boshqasidan inkor qilingan ulug'iyat bilan Allohga isbotlangan ulug'iyatdan iborat bu narsaning haqiqatini bilish, Allohning g'ayridan nafi qilingan, Allohga xoslangan, Allohning g'ayri uchun sobit bo'lishi, isbotlanishi mumkin bo'lmaydigan ilohiy haqiqatni bilish buni o'z ichiga oladi. Mana bu ma'nolarning qalbda bilish, tunish, jazm qilish, tadbiqlash tarafdan mavjud bo'lishi uni deguchini o'tqa harom qilishni lozim tutadi. Bu ma'nolarni o'z ichiga oladi. Shunga la ilaha illallohni deganning ma'nosi qalbi bilan degan, tili bilan degan. Qalbida shuning ma'nosini bilib turib, ma'nisiga haqiqiy shak qilmagan holatida uning ma'nosini to'liq tushunib la ilaha illallohdagi Allohning g'ayridan nafi qilinib Allohga isbotlangan bu ulug'iyatning haqiqiy ma'nosi nima? Ulug'iyat nimani o'z ichiga oladi? Ulug'iyatning talab taqozolari qaysidan iborat? Bu ulug'iyatning taktiga nima dohil? La ilaha illalloh degandan keyin nima ish qilish kerak bo'ladi ekan, nima ish qilmaslik kerak bo'ladi ekan, shunday ma'nolarni bilgan, turgan, qalbida mutlaq shuningga ishonch qilgan, jazm qilgan, anandan amaliy ig'iz orqali uni iqror qilib, amaliyatida shu degan so'ziga turgan, shu so'zi bilan yashagan. Natijada uningda shirk, uningda kufr, uningda ba'zi cho'ng gunohlar davomli tepilmaydigan bo'lgan vaqtda o do'zaxga kirish harom bo'ladi, yoki o do'zaxga kirmaydi, yoki o do'zaxga qolib qolmaydi. Mana bundan ishlar u chog'da uning ustiga tushadi. To'g'ri, o la ilaha illallohni tilida degan ma'nisidan bexabar, o'ylanishdan yuz o'rib, la ilaha illalloh deb qo'ydi, nima degan gap bu? Davatimiz bu shu gapni.
La ilahe illallah dedik bir sübettin bir sübetki yötkülüktümüzken, bir dinden yeni bir dinge çıkıdımızken, bu sözünün ki manisi qaysi, onu oylanıştığımızı öğregen, kalbi tili bilen muvaffaklaşmagan. Ağzı la ilahe illallah deydi, ama tili sözlüsü la ilahe illallah to'liq söz deydi. Amma kalbida onun tasdiq bo'lmadi, cezmiyet bo'lmadi, uni haqiqiy tunumidi, qadrini tunumidi, haqiqatini tunumidi, shuning bilan savobini umid qiladi. Seni savob bo'ladi deb o'ylaydi. O kishining xatoliklaridan uning qalbidagi narsa bo'yicha kamaytiriladi. Ya'ni shunda odam uningki xatoliklari qalbidagi ixlosi, shu kalimaga bo'lgan, shu kalimaga bo'lgan jazmiyati, shu kalimaga bo'lgan haqiqiy e'tiqodi va shu kalimaga bo'lgan muhabbati bo'yicha gunohlari to'kiladi. Demak, amallar surati soni bilan farqlanmaydi, faqat qalblardagi niyat, ixlos bilan farqlanadi. Shunlashqa ikki amalning surati bir bo'lsa-mu, bir bo'ladi, ikkisining orasida farqdan osmon bilan zaminning orasida farq o'xshash farq bo'ladi. Ikki kishining sabtiki o'rni bir bo'ladi, ikkisining namozi orasida osmon zamindek farq bo'ladi. Arasa g'ayri bir sabtdir, ammo namozdagi farq o'xshash emas. U namozdagi xushuqlar, xuduqlar, tavodu, kamtarliklar, Allah subhanahu va taologa bo'lgan haqiqiy tazarru o'zini bag'ishlashlar bu e'tibor bilan yoki ixloslik e'tibori bilan u namozning farqi va namoz o'quvchining farqi ana shunday bo'ladi. Shuning uchun la ilaha illalloh degan bu so'zning nuri xalqni qanchalik egalladi, qanchalik xalqni qo'shqazdi, bu uning amaliyati, harakati, hayoti bilan bog'liq. Shunlashqa eng oldi bilan usuli din masalasida usuli dinni furuq tarmoq masalalarga oldida qo'yish, buning ahamiyat berish lozim. Bir musulmonning e'tiqodini, iymonini, e'tiqodiy tasavvur, ko'z qarashlarini isloh qilish lozim. Allohning borligiga, birligiga bo'lgan bu tushunchisini, qiyomatga bo'lgan tushunchisini, risolatga bo'lgan tushunchisini, payg'ambarlarga bo'lgan tushunchisini, malaikalarga bo'lgan tushunchisini, qazo va qadarga bo'lgan tushuncha, bu sohadagi tushuncha tunishlarini eng oldi bilan isloh qilish, o'ngshash va bu tarafga ko'ngil berish lozim. Va bu sohaga haqiqiy ahamiyat berish lozim. Mayli da'vatchilar bo'lsin, bu sohaga ahamiyat berish lozim. Mayli har bir musulmon bo'lsin, bu sohaga ahamiyat berish lozim. Va bu sohani to'liq bilib, tunib o'tash lozim. Aningdan keyin bu soha haqiqiy hal bo'lgan chog'ida, aningdan keyin buningga ergishib turib, buningga yondashib turib, buning keynidan boshqa sohalar hammasi o'tadi. Shunga bu islomiy buyruqlar sohasida birinchi buyruq Allohni tunish, Alloh taoloni bilish, Alloh taoloni haqiqiy tushunish va buningga aloqador bo'lgan arkanul iymon, usuluddin, aqida masalalariga qat'iy ahamiyat berishdir. Va alhamdulillah.